Akalar, bugun sotuvimizda O'zbekistonga birinchilardan bo'lib olib kirgan avtomobillarimizdan biri Yapon brendi Nissan N7 avtomobili bo'ladi. Oxirgi qolgan bir donasini katta chegirma narxlarda berib yuboramiz. Yili 2025, absolutni yangi besprabek holatda. Xarakteristikasini tushuntirib o'taman. 230 soat kuchiga ega, 0 dan 100 gacha 5.9 sekundda chiqa oladi. Zapas kodi 525 km bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, Aeron 9 diskalar bilan jihozlangan. 360 gradus kamera, slip boy, beskulchoylari bor. Bezramishli oynalarda, saloni to'liqligicha nappako'ja bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, katta monitorlarda massaj, abduf, abagrev ham funksiyasi bor. Sistemasi polniy power sistema bilan jihozlangan. Xolodilnigi bor, xolodilnigi ham isitadi, sovutadi. Orqa salonini ko'rsataman. Orqa salonini ko'rishingiz mumkin, juda ham keng ishlangan, katta panorama tom. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib haydab ko'rib baraka qilsalar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizni 28 ming, 28,5 mingdan sotganmiz. Hozir 1 yillik rasmiy kafolati bilan oxirgi qolgan bir donasini bonuslar bilan rusifikatsiyasini qilib beramiz. Polirovka keramika, zaryadnik hamda poliklari bilan mashinamiz narxini 26,490 dollarga bosib olsanglar bo'ladi. 50% boshlang'ich to'lov bilan nasiya savdo orqali xarid qilsanglar ham bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman, bosinglar, foydalaninglar.